Erkak bo'lib turib, qanaqa qilib xalqdan yordam so'rayman? Siz so'ramaysiz-u, domlaga aytamiz, ehson yig'ib beradilar. Qarindosh yaqinlarga aytsak, qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Lekin sharmanda bo'lib xalqdan pul so'rash erkakligimga to'g'ri kelmaydi. Adasi, O'chir ovozingni. adasi, jinniroqmisiz? Qanaqa qilib xalqdan yordam so'rayman? Hozir shunaqa qilmasang yashab bo'lmaydi. Kvartirada yashab yuraveramizmi? Qachon uy olamiz? Qachon mashina olamiz? Sal bechorani yo'q qilsak bo'ladi. Bo'lmaydi. Bo'ladi. Ol telefoningni zo'r bo'ladi. Sal bechorani yo'q qilsak bo'ladi. Qanaqa? Assalomu alaykum. Sizlardan bitta narsa iltimos qilmoqchi edim. Erimni mazasi yo'q edi. O'shanga ozgina yordam berib turinglar. Pastga karta raqam yozib qo'yaman. Yaxshi chiqqan. Lekin sal ozgina yig'ib bera olmaysanmi odamlar rahmini keltirishga? Adasi. Mayli, shuni o'zini montaj qilib qo'yamiz.